Fotiha surasi Allohni qahridan saqlaydi. Yasin esa oxiratda chanqog'ingizni qondiradi. Voqea surasi kambag'allikdan, ochlikdan saqlaydi. Mulk surasi esa qabr azobidan saqlaydi. Kafirun surasi esa jon taslim qilayotganda kufrdan saqlaydi. Ixlos surasi 200-namachi yomonlardan saqlaydi. Falaq surasi kulfatdan saqlaydi. Nas surasi esa yomon xayollardan saqlaydi. Yusuf surasi esa yurak siqilishi, g'am qayg'uga foyda qiladi.